men bilan joylashtirib qo'ydim. Xullas, uzilish bo'lib qoldi do'stlar. E'tibor bermaysizlar. Endi buni kechqurun bo'pti. Mana 7-chi kun keldi. Yana 3 kun yashayman va video tugaydi. Ikkinchi qismi tugaydi. Turli. Yo'q, creeper. Yo'q. Keling. Kurdum. Böyle bak. Ovqatlardan pishib qolgandir. Şimdi videoni o'chirib turganimda anaqa qiluvdim-da. Pishgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Ha, pishibdi. Bu ham pishibdi mana. Bu endi pishibdi. Bo'ldi. Bo'ldi. To'g'ri bo'ldi. Buni sandiqqa qo'yamiz. Ovqat sifatida. Mana tursa, sabzani hozir o'stirmoqchi edim. Endi bularni ko'paytirib chiqish kerak. Puq. Mana. O'sadi. Qanday qilib chiqish kerak ekan hali bularni. Shunday kerak. Naqada? Bunday ham bittada bo'ladi deb o'tiraman. Rohatda sakin. Ana. Ojital nasatasan. 6 ta qo'yga bitdilar. Vay. Mana qamarasi ko'padi ya. 64 tadan ko'padi. To'xtam bo'larkan sen. Endi boshqalarni ham qutamiz. Ana ekib qo'ygan narsalarim. Minecraft'da nima desanglar, endi oddiy bo'lib qoladi dedim sizlarga. Shuning uchun bunda qilaman. Bu Minecraft yoqqanmasa yo'qlashib ketadi. Bo'ldi. Sizlardan boshqa hech nima kerak emas. Like, obuna tugmasini bosib qo'y. Ben iki zorlarını yığıyotganimda ben bu ko'rib qoldim. Endi olamaz. Qaranglar bo'ldi, sizlarga taklif bordi. Qotib bo'ldi. Sizlarga taklif bor bu qismda, masalan endi o'tgan safar yaxshi like yig'ilmadi. Shuning uchun 10 ta like so'rayman. Shu 10 ta likedan keyin 10 ta, 7 ta, 8 ta bo'lgandan keyin yangi video chiqadi. Bundan keyingi 3-chi qismida komment yozib ketasizlar. Modli qilaymi yoki modsizmi? Modlida haqiqiy hardkor bo'ladi.
hardmi yoki-da easy qilaymi? O'shani ham anaqa kommentariyaga yozib ketinglar. Hozir kech tushdi. Mana 8-kun. 8-kun va 2 kundan keyin video tugaydi. Kon topish kerak. Kon qayerda bo'ladi? Topish kerak, keyin tushib temir kovlab chiqish kerak. Kon deganda kon chiqadi. Lekin bu kon emas ekan. Ana kon ekan. Bo'tga tayyorlanib. O'zim ketdi. Ana tayyorlanib bo'ldi. Daraxtni chopib tushib chiqqandan keyin, keyin chiqqanimdan keyin chopaman. O'zim ketdi. Lekin konga anaqa qildim-da. O'da ko'rayotgan bo'lsanglar, tog'lar ichiga kirib ketgan konlar bor. O'shalar shaxtalar bo'ladi. Mana shuni joylarda bilasizlar endi. Ko'p chiqadi buzilgan shaxtalar. Buzilgan shaxtalar ichida yaxshi narsalar bo'ladi. Shuning uchun asli tushdim. Moqsima. Ana buzilgan shaxta dedim, buzilgan shaxta. Ketadimi? Yo'q, saklasizmi? Videoni yoqish esimdan chiqib qopti. Mana kirka yasab qishloqdan yana bu yoqqa keldim. Fakir qo'yamiz. Yo'q. Orada sandık var. Bu var ya. Bismillah. Yo Timur Fakir hamına şoför. Timur oyalım. Do'stlar mana kirsam nima bor deb o'ylaysiz? Shunchalik olmazmi? Nimadir ko'rgan lekin ot esimdan chiqib qolgan. Ko'rgan narsani. Gol shunaqa deb. Bilganlar kommentariyaga yozib qo'ying. Mana shuncha shunaqa turibdi, ketadiganlar. Ko'rdingizmi? Mana kuroslar mana. Oldu. Sundukun içi kiraman bu sefer. Arayalım. Ya. Sefer. Mamluğun arası. Kırkulas. Konu şu yapsın bence. Mana yine. Ko'rlarni o'chirtiraman bolalar. Do'stlar, mana 9-kun ham tugadi. Ana 8-kun nimaga o'tmadi desanglar ham shaxtaning ichida aylanib yurgan, o'tib ketgan ekan, uxlamagan ekanman. Shuning uchun mana 9-kun o'tdi. Mana 9-kun o'tdi xullas. Yana 1 kun va sizlar bilan xayrlashaman. Zaten 3-qisman bor-ku, to'g'rimi? O'zim ketdi. Mana 9-kunda mana qilamiz. Endi menga jitil o'tkazish kerak. Mana jitil. Hozir
Mana nimadir qilib o'tkazdim va ana endi aylanasan. Aylanib o'tiribdi. Mana do'stlar, kech bo'pti. 10-kun tugadi. Afsuski sizlar bilan endi xayrlashishim kerak. Sizlar bilan endi ro'z bo'ldi. Albatta obuna bo'ling.